Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatib borayotgan aziz kuzatuvchilar. Xo'p, bugun sizlarga ozgina kommentariyada kelayotgan bir ikkita savollar bo'yicha murojaat qilib, shularni to'g'rilash bo'yicha ozgina fikr bildirib o'tmoqchiman. Videolarda kommentariyasida ko'p holatlarda uchrayapti. Nima qilish kerak? Qanaqa dori ichish kerak? Dorisini ayting. Retseptni ko'rib yozasizmi yo boshqa qilasizmi degan fikrlar ko'p uchrayapti, yoki uy sharoitida qanday qilib bu holatdan chiqib ketish mumkin, qanday qilib davolasa bo'ladi degan savollar ko'p berilyapti. Xo'p, bu holatda birinchi o'rinda qanday dorilar orqali davolansa bo'ladi degan savolga birinchi o'rinda meni mutaxassisligim psixolog, psixoterapevt. Ya'ni men dori yozish vakolatiga ega emasman. Birinchisi. Ikkinchisi, dorini bitta dorini misol uchun palonchi mana shunaqa dori ichib yaxshi bo'libdi yo sal yengillabdi degan narsani o'sha dorini har qanday odamga tatbiq qilish bu juda ham noto'g'ri narsa. Chunki uni shaxsiy holatini, shaxsiy nima deydi, kasalliklari bo'lishi mumkin yoki uni jinsi bo'lishi mumkin, yoshi misol uchun yoki boshqa bir yondosh kasalliklari bo'lishi mumkin. Mana shularga qarab dorilar buyuriladi. Ya'ni davolovchi psixiatr yoki nerpatolog mutaxassis ham bu narsani kasallik ko'rmasdan turib yozishi bu olib qaraganda noto'g'ri hisoblanadi. Yoki yozgan taqdirda ham onlayn holatda u bilan gaplashib, undan anamnez, ya'ni kasallik bo'yicha ma'lumotlarni olib, u haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib, keyin yozishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki to'g'ri, sizlarni tushunaman. Haligi dorini ichsangiz, tezroq tuzalsangiz, tezroq bu narsadan qutulsangiz, mana shunday fikr hammalaringda miyalaringda asosiy fikr bo'lib o'rnab qolgan. Lekin bu yerda bir narsani hisobga olingki, dorilarda juda ham turi ko'p. Juda ham turi ko'p. Va ularda o'ziga yarasha xususiyati bor. Uxlatuvchi dorilar bor, tinchlantiruvchi dorilar bor, depressiyaga qarshi beriladigan dorilar bor va har bitta dorini o'zini nojo'ya ta'sirlari degan joyi bo'ladi. Instruksiyasida nojo'ya ta'sirlari yoki yondosh ta'sirlar degan joyi bo'ladi va bu holat e'tibor berilmasa bo'lmaydi. Chunki shunday dorilar bor, misol uchun erkaklarga bu dorini beradigan bo'lsangiz, erkaklarda erektil disfunksiyaga olib kelib qo'yadi, ya'ni jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin. Shunday dorilar bor, ayollarga misol uchun beradigan bo'lsangiz, yondosh ta'sirlari bo'ladi, u vaqtda ogohlantirmaydigan bo'lsangiz, yana bu holatni kuchaytirish mumkin. Misol uchun sut keltirib qo'yishi yoki hayz siklini buzishi yoki shunday dorilar bor, u dorini ichgan paytingizda diqqat talab qiladigan mashg'ulotlarni bajarmasligingiz, u bilan shug'ullanmasligingiz kerak. Misol uchun shunday dorilar bor, uni ichgan paytingizda mashina haydashingiz taqiqlanadi. Chunki siz miyangizda ishlash jarayoni sekinlashadi va diqqatingiz pasayadi. Yo'lda misol uchun svetoforda ishorasiga to'xtamasligingiz mumkin yoki boshqa mashinalarda, yoningizdan o'tib ketayotgan boshqa mashinalarda manevriga xalaqit berishingiz mumkin. Avtohalokat keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan holatlari bo'ladi. Va bundan tashqari misol uchun shunday antidepressantlar bor. Misol uchun sizni depressiyadan chiqarishga aslida buyuriladi, lekin ba'zi holatlarda depressiyani kuchaytirib yuboradi yoki suitsid holatini keltirib chiqaradigan dorilar bor. Ko'roni ichishda maslahat bermayman. Ya'ni o'zingizga o'xshagan qaysidir nevroz kasal mana shu dorini ichdim, menga ancha yordam berdi desa, aptekadan borib uni sotib olib olavermang. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Keyin menga bu savolni berishlaring ham juda ham noto'g'ri. Chunki men dori bilan ishlamayman, men psixoterapiya bilan ishlayman. Psixoterapiya degan tushuncha bilaman, ko'pchilikka notanish, bu narsani ko'pchilik eshitmagan, bu haqida ma'lumotga ega emas. Kimda kim shu narsaga qiziqadigan bo'lsa, kanalimga kirganlaringda, kanalimda men chiqargan hamma video bor. Mana shu yerdan qidirsangiz, psixoterapiya haqida juda ham ko'p ma'lumot berganman. Qanday qilib olib boriladi,
nima qilinadi bu yerda, dori ukol qiladimi, yotqizadimi, suhbatlashadimi, hammasini tushuntirib aytilgan. Yana bir savol. Kimga murojaat qilaylik, kim davolaydi deyapsizlar. Bu men davolayman. Mana shu nevroz bo'yicha, mana vahima, buzilishi, xavotirli fikrlar bo'yicha bemalol o'zimga murojaat qilishlaring mumkin. Yoki yana bitta savol bor. Tuzalganlar bormi degan savol berishadi. Tuzalganlar bormi, tuzatganmisiz birortasini deyishadi. Tuzatganman, videolarni ham qo'yganman. Hammasi haqiqiy, живой videolar, hech kimni pulga yollab yoki qarindosh urug'chilik qilib, tanish bilishchilik qilib olib kelib gapirtirmaganmiz. Xudoga shukur, bunday sabab chiqilyapti, tuzatganmiz. Faqat bir narsani unutmanglar, YouTube kanalda sizga bir marta chiqqan video bu mutaxassisning bir dona videosi degani emas. Ya'ni siz ana shu kanalning ustiga obuna bo'lib turib, u yerga kirib, videolar degan bo'limi bor. Mana shu videolar bo'limidan kirib xohlagan mavzuyingizda, ya'ni o'sha men chiqargan videoni xohlaganimda tanlab mavzusini ko'rib ko'rishingiz mumkin. Tuzalganlar haqida bo'lsa, tuzalganlar, uy sharoitida davolanish bo'yicha uy sharoitida, nevroz haqida ma'lumot bo'lsa, nevroz haqida yoki boshqa shunga o'xshash yondosh kasalliklar haqida bemalol ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Yana mijozlardan savol tushib qoladi. Tuzalganlarni raqamini bersangiz, gaplashsak degan. Bu holatda ham ozgina to'g'ri tushunishlaringni xohlayman, chunki men tuzalganlarni bir ikkitasini nomerini berib ko'rdim kasallarga. U kasal masalan bir marta telefon qilaman deb telefon qilaverib bemorni ezvordi. O'ziga o'xshagan kasallarga ham nomerni tarqatib hammasi telefon qilaverdi. Haligi odamlar mendan ozgina norozi bo'ldi. Shunga o'xshash holatlar bo'ldi. Shuning uchun iltimos, mana videolar hammasi haqiqiy. Hammasi, agar kasal odam bu narsani eshitadigan bo'lsa, juda ham yaxshi biladi o'sha odam haqiqatan kasalligini. Chunki shu holat bilan kasal bo'lgan odam mana shu holatda kasal bo'lgan odamni juda yaxshi tushunadi. Hatto mendan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Hatto uydagilardan, yaqinlaridan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Chunki bu kasallikda qanday holat, qanday hissiyot bo'lishini ular juda ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun imkon darajasida mana videolarni ko'ringlar, agar ixlos qilsalaring kelinglar. Mana shu narsani nima deydi, raqam bering yoki gaplashing, undan ma'lumot olay degan narsani so'ramasalaring juda ham xursand bo'lardim. Keyin uy sharoitida nima qilsa bo'ladi degan savolga, uy sharoitida nima qilish kerakligi bo'yicha bir nechta videolar chiqarganman. Buni ham mana shu YouTube kanalda ustiga, ya'ni psixolog, psixoterapevt Ravshan Rustamovich degan yozuv bor. Ana shu videoni ko'rayotganingizda tagida. Ana shu yozuvni ustiga bosadigan bo'lsangiz, kanalga o'tadi. Kanalga kirish degan tugma bo'ladi. Va shu yerdan videolar degan bo'limga kirib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa sizga, nevroz haqida misol uchun qandaydir ma'lumot so'rab qolishadi, bu haqida tushuntirib bering yoki falonaqa kasali, bunaqa kasal bo'ladimi, bunaqa belgi bo'ladimi degan. Shu videolarda hammasi batafsil tushuntirilgan. Nevrozning ruhiy belgilari, nevrozning tanadagi belgilari, nevroz holatdagi insonda misol uchun yaqinlariga bo'lgan tavsiyalar bor. Masalan, atrofingizdagilar tushunmayotgan bo'lsa, sen soppa-sog'san, hammasi miyingda, chiqarib tasha, kasal emassan, hech qayerda davolatmaymiz seni deyotgan bo'lsa, bemalol shu videolarda qo'yib berishingiz mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Bundan tashqari yana qandaydir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin.